bu avval yani bu işni qonunliq bir talab qilish. Qanday qiladi? Ustixonni saqlab olgan, jasadni o'tkazib olg'ichi, adam bilan kichik shaptulashadigan balini isbotga keldi. Bu yani qonun yo'lida hal qilmoqchi bo'ldi bu ishni. Lekin Shiminching shu noidagi eng zardor adam bo'lg'achqa, pul ko'p jamat bo'lg'achqa bu ishni besiqtiribdi. Ani bir kichik og'izdan qurmagan birisining gapi bilan bir ustixon bilan buni isbotlab olmagidak yuzbeshi. Bu isbot bo'lanmaydi deb yo'q qildi. Shuning bilan usun bu yerda ümidsizlik chekildi. Baxt tuyg'usini endi topqanda avarchilik quchadi. Buni to'g'ri bir taraf qilishning yo'lini topqanda to'salg'i urchadi. Shan qanday qildi? Achchig'i berib Shiminchingni aroq ichayotgan yerdan tutib, boshangning darizidan tip tushirib pastga, keyindan saklab chiqqanligini oldi. O'ltirib poppo yana qanday qildi? Hech kimning banda to'g'risi yo'q bolalar. Mushu Liangshandagi 108 palvon Suvbuyda degan kitobni avtor yozganda tangdin to'liq mazmuni nima? Har bir palvonninki taq chiqish sababi, jarayoni. Nima sababdan chiqdi? Har bir sababdan chiqqanlarning keyingi ideyasi, ko'z qarashi Liangshandniki hayot mamatiga qaysi o'g'ilmanligini belgilaydigan muhim omil. Shuning uchun yani Wusongning gapiga yenib kelsak, Wusong